O'zbekistonning eng sirli va go'zal maskanlaridan biri Surxon davlat qo'riqxonasi haqida bilasizmi? O'simliklar va hayvonlarni insonning o'zi muhofaza qiladigan bu qo'riqxona 1986-yilda tashkil etilgan bo'lib, 24 ming gektarlik tog'li hududni o'z ichiga oladi. U Sherobod tumanida, Ko'xtang tog'larining sharqiy yonbag'irlarida, g'arbdan Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh. Bu yerda 800 dan ortiq o'simlik turi o'sadi. Ularning xaritasi Qizil kitobga kiritilgan. Hayvonot olami esa yanada boy. 190 tur hayvon, shulardan 25 tasi O'zbekiston Qizil kitobida. Eng mashhurlari Morxo'r, Buxoro tog' qo'yi, Burgut va Bursuq. Tog' va tog' yonbag'irlarida Turkiston silosini, Osiyo mufloni, bo'ri, tulki, quyon, har xil zaharli ilonlar va qushlarning 130 ga yaqin turi uchraydi. Ularning har biri kamera tuzoqlari orqali himoya ostida kuzatilmoqda. Qo'riqxonada nafaqat tabiat, balki tarix manzili hamdir. Bu yerda Zarovsoy qoyatosh suratlari mavjud bo'lib, ular 10-12 ming yil avvalgi insonlar hayotidan hikoya qiladi. Undan tashqari 2022-yilda miloddan avvalgi 140 ming yilliklarga oid Neandertal odam makoni topilgan va haliyam izlanishlar va o'rganishlar davom etmoqda. Bu hududlarda turizmni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Surxon davlat qo'riqxonasi sizga yoqdimi? Unda izohlarda fikringizni yozib, videoni do'stlaringiz bilan ulashish va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi manzil yana ham sirliroq, yana ham hayratlanarliroq bo'ladi.